Gaz bor joydan, vatstroydan 3 sotiklik hovli, qurilish tugallanmagan. Mana ko'rib turganlaring podval hisobida qurilgan birinchi etaj. Buni ustiga yana bir etaj qursangiz bo'laveradi. Ikkinchi etajini ham qurib olsangiz, lagalarini tashab, sesmani qo'yasiz tayyor. Bu tomonimizda bo'lsa, betonlarini quyib bergan ekanlar, konkretniy qilib, yaxshi pul ketgan, armaturalar ham tashalgan. Buni ham ustiga biringiz tashab turib, ikkinchi etajini qurib olsangiz, общий 7-8 xona uy bo'lyapti. Narxi ham arzon, $18,000. Vatstroyda masjidga yaqin joyda, Kanechkaga yaqin joyda, mahallalar ichida joylashgan xonadonimiz. Pastga raqam qo'yib beryapmiz, telefon qilsalaring baraka qilib yuboramiz. Olib, qurilishini tugallab, bemalol ko'chib chiqib, maza qilib yashasangiz bo'laveradi. Pena blok qilingan, shlaka blok ishlatilgan bu kerak joylari, asosiy joylari pena blok и anaqadan bo'lgan. Nima edi? Shlaka blok yana bitta. Gaza blok. Pastga raqamga telefon qilsalaring, srochniy baraka qilib yuboramiz.